yiqilgan. Yutkizyapmiz ekan degan qo'rquvni Alloh qalbiga soladi, hammasi tumtaraqay qilib qochadi orqaga. Qocha boshlashadi, qo'lidagi hamma narsasini tashlab, o'zini jonini saqlashlik maqsadda qochishni boshlaganda kamonchilar ko'radi buni. Nima deyshadi? Biz g'olib bo'ldik. Biz ham jang qilaylik, biz ham qatnashaylik, biz ham g'animatdan nasibador bo'laylik deb 40 kishidan ziyodi tushib ketadi. Shunda Abdulloh bin Jubayr aytar ekan: "Ey birodarlar, to'xtanglar, Rasululloh nima deganidi? Nima deganidi? Biz g'olib bo'lsak ham, biz mag'lub bo'lsak ham mana shu joyni tark etmanglar" deganidi. Rasululloh hali bizga buyruq bergan yo'q, to'xtanglar desam, hammasi tushib ketgandan keyin mushriklar tarafdan, Qurayshliklar tarafidan 200 ta otliq bilan kelgan Xolid ibn Valid fursat endi ochildi deydi ekanda, kamonchilarning ozchiligi qolganda toqqa chiqadi. Shu toqqa o'sha qolgan 7 ta, 10 ta deyiladi rivoyatlarda, hamma sog'bani shahid qiladi. Orqadan tushib quylab ketayotgan musulmonlar orqasidan borib zarbani berganda oldida qochayotganlar ham qaytadi. Musulmonlar ikkita oralikda qolib ketadi, torlikda qolib ketadi. Qocha boshlaydi. Chunki bir-birini ko'rmay qoladi. Hatto shu holatda bo'ladi ekanki, qilichlar uchayapti deydi yonimizda. Kimdan qilich kelayotganligini bilmay qolyapmiz. Kimga qilich ko'tarishligimizni bilmayapmiz. Yonimizdagi odamni ko'rmay qoldik deydi. Hatto Huzayfa ibn al-Yamoni degan Rasulullohning sirdoshi, Huzayfa ibn al-Yamoni Rasululloh munofiqlarning tizmasini bergan sahobaning otasi sahoba, u ham o'sha sahoba otani ham musulmonlar o'zlari bilmasdan qatl qilib qo'ygan ekan shu jangda. Meni otam deyishlikka ulgurmadim, meni otamni o'zim sahoba birodarlarim qatl qildi degan ekan. Hamza roziyallohu anhu Vahshiy ibn Harb nayzani otgan paytda kindik ostidan kirib orqasidan chiqib ketar ekan. Keyin nayzani chiqarib turib Hind binti Utbaga borganda seni o'zingni og'irliginchalik men tilla beraman deb va'da qilgan ekan. Va Hamzani oldiga kelib Hamzani qornini yorib, jigarini chiqarib turib yutaman deb chaynab tupurgan ekan. Lekin u ham yetmagan. Hamza roziyallohu anhu tilini kesgan ekan, ko'zini o'ygan ekan, burni quloqlarini kesib yuborgan ekan. Hamza roziyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, cho'loq oyog'im bilan jannatga qadam bosmoqchiman, lekin o'g'illarim ruxsat bermayapti deb jangga qatnashgan o'sha Amr ibn Jamuh ham ikkita o'g'li bilan mana shu maydonda Alloh uchun jonini bergan sahobalar qatoriga qo'shiladi, qabrga dafn qilinadi mana shu joyga.